Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlarga sentrabejniy nasosini qanday to'g'ri o'rnatish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Ha aytgancha dehqon akalar like bosib qo'yinglar. Sizlarga shunday foydali kontentlar tayyorlab borishga harakat qilamiz. Biz ijodga qaytdik. Bugun bu yerda hozir 75 kilovatli sentrabejniy nasos va bu yerda juda ham nasos turlari ko'p. Sentrabejniy nasoslar. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Dehqon do'stlaringga podlistlarni bosib qo'yasizlar. Sentrabejniy nasos o'rnatadigan do'stlaringizga podlistlarni bosib jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sababi ko'pchilik menga savol beryapti. Sentrabejniy nasosni 150 tortuvchi va 100 chiqaruvchi o'rnatyapmiz. 100 chiqaruvchiga 150 qo'ysak bo'ladimi degan savollarga bugun yechim qilib o'tamiz. Unda video roligimizni boshladik. Bir dona remini chiqib ketibdi. Hurmatli dehqon akalar, sentrabejniy nasosini o'rnatishda birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchisi, eng asosiy xatoni qiladigan akalarimiz sentrabejniy nasosini tortuvchisi, misol uchun hozirda bu 350 diametr truba bo'ladigan bo'lsa, chiqaruvchisini 250 diametrda qilishgan. Bu juda ham to'g'ri va uzoq yillardan beri ishlab kelyapti. Qaysi holatlarda noto'g'ri bo'ladi bu? Bu ko'p holatlarda ko'pchilik akalarimiz tortuvchisini 200 diametr, chiqaruvchisini ham 200 diametr qilib qo'yishadi. Shu holatda sentrabejniy nasosini qiynalib ishlashi va uzoq yil ishlamasligiga olib keladi. Sababi suv oqimi kam bo'ladi, chiqaruvchiga ham kamroq beradi va bu yerda motor quvvati ham siz aytgandek ishlab bermaydi. Misol uchun 37 kilovatli nasos qo'yadigan bo'lsangiz, 37 kilovatli nasosingiz umuman примерно 20 kilovat yoki 18,5 kilovat kuchlanishda ishlaydi va suvni juda ham kam beradi. Bu holatlarda siz misol uchun nasosni keling shu nasosni tajriba sifatida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu nasosimizga mana ko'rib turibsizlar. 400 lik truba qo'yilgan tortuvchisiga, chiqaruvchisi 250 diametr chiqaruvchisi. Shunda 400 diametrdan suv oqimi kirib keldi va 250 diametrga bu joyda kirilchatgamiz katta bosimdagi suvni siqib tepaga podyomga surib chiqaryapti. Xo'p, sizlarga bitta yangilikda aytib qo'yay. Allohimning barakasi bilan bu yil erta bahordan sariq jo'gani suvini ko'ryapsizlar, juda ham ko'p. Bu pashta past 7 metr pastga tushib ketish kerak edi bu suv. Hozirda ko'rib turibsizlar, juda ham suv shiddat bilan erta bahorda dehqonlarimizga baraka bo'lib suvni ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p kelyapti. Xo'p, tortuvchisini juda ham katta qilinadi. Hozir sizlarga samodelniy holatini ham bitta nasosda tariqasida ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchisi, misol uchun suv chiqarishini juda ham ko'p aytilgan parametrdagi suvni berish uchun xuddi shunday. Mana shu nasosimiz misol uchun tortuvchisi 200 bo'ladigan bo'lsa 250 qilinglar, chiqaruvchisini 150 qilsalaring ham juda ham zo'r effekt beradi va uzoq yil ishlashiga sabab bo'ladi, ya'ni pompasini. Hop, keyingi navbatda nasosimiz bu hozir одновальный emas, sentrabejniy nasos, sentrga qo'yiladigan. Ko'p nasoslarimizda одновальный nasoslar hozir juda ham ko'p bo'lyapti, 3000 оборот. Ko'rib turibsizlar, bitta remini chiqib ketibdi. Shuning uchun ozgina darajani beryapti. Shunaqangi sentrini qo'yinglar, lazer bilan qo'yasizlar, ba'zida sim qo'yib qo'yishadi. Sentrni juda ham zo'r qo'ysalaring, bu nasosni ishlashi juda ham yuqori va juda ham umri uzoq bo'ladi. Hozir ko'rib turibsizlar, mana uni temirlardan svarkalab netib sentrini chiqarishgan. Shuni cho'tkilab temirlarni ham misol uchun bunchalik holatda qilmaydi. Endi ko'pchilik o'zini yonidan kelib chiqqan holatda nasosni o'rnatadi, lekin nasosni o'rnatgan ustamizga respekt. Sababi nasosni shunaqangi o'rnatganlar, materialni ko'rib turibsizlar, qanaqa materiallar ishlatishgan.
qiyib pichib kesib taglarini o'rnatib darajalarni yo'qotib bu akamizni nasosiga salkam bir 7 yil bo'lgan bo'lsa kerak. 5 yilmi, 6 yilmi, 7 yilmi bo'lyapti shu nasos o'rnaganiga. Lekin juda ham zo'r effekt berib, hozirda mana 92.3 55 kilovatga yaqin 55 kilovat emas, hozir 92.3 bo'ladigan bo'lsa 47-46 kilovat rasxod qilyapti mana shu nasos. Juda ham zo'rmi? Qani ketdik. Bu yerda ilgariga Sovet paytida bunga o'xshash sentrabejniy nasoslar ham bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Live sifatida qo'yib o'tib ketaveramiz. Mana. Bu yerda ikkita kirchatkali bo'lgan ilgariga holatda. Bular juda ham ko'p, nima deydi? Elektr energiyani sarf qilgan. Suvni bu yerdan tortib, bu tomondan misol uchun 200 diametrga chiqarguncha mana bu nasosni eng kattasini qo'ymasangiz, bu juda ham ko'p elektr energiya sarf qiladi. Lekin umri uzoq, elektr energiyani juda ham ko'p visokopodъемный nasoslar hisoblanadi. Agar biladiganlar bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketaverasizlar. Bu yerda o'sha paytda strelkalarni ham qo'yib ketishgan, ko'ryapsizlarmi? Qaysi tomonga aylanishi, motorni bu tomonga aylansa, u tomonga suv chiqaradi. Juda ham zo'r. Xo'p. Bu joyda yana bitta nasos bor. Mana tortuvchisi 275, chiqaruvchisi ham 250. Ya'ni ko'pchilik ustalarimiz shu holatda tayyorlashyapti. Bu nasos nimalarga olib keladi? Bular mana одновальный qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha suv chachib, motorga tog'oralarni ham qo'yib, juda ham nima deydi? Noto'g'ri ish, sababi одновальный nasosni tog'oralar qo'yib qotirib tashashgan. To'g'ri, bular ishlatishayotgandir. Lekin tortuvchisini mana shuni 300 diametr qilib, chiqaruvchisini 200 diametr qilishganda nasosni amperi tushib, juda ham ko'p suv bergan bo'lar edi. Bunaqangi, misol uchun ko'pchilik 250 tortib, 250 chiqaruvchisi nasosga umuman to'g'risi gap, ne effekti narsa deb o'ylayman. Agarda sizlarda bunga o'xshash ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikka manzur bo'lish uchun, ko'pchilikka foydali bo'lish uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketasizlar degan umiddamiz. Xo'p. Undan tashqari bu joyda glubinniy nasos o'rnatilgan. Mana shu glubinniy nasosga ham salkam qancha desam bo'ladi? 5 yildan oshiq xizmat ko'rsatyapti. Mana shu yerda 7,5 kilovatli nasos. Endi konteynerli turbalarga keladigan bo'lsak, shu joyda aytib o'tib ketamiz. Mana konteyner turbasi chirib ketgan ekan hozir. Biz shuni almashtirgani, polietilen turba qo'ygani kelganmiz. Bu nasosni ham o'rnaganiga salkam 4,5-5 yil atrofida bo'lyapti. Mana bu nasosni ham, mana bu nasos ilgari ishlardi. Bu nasoslar ancha uzoqqa surardi. Bu yerda 55 kilovatli nasos turardi. Mana ko'ryapsizlar. Nima sababdan bu nasosdan ilgarigi holatda qo'yishgan? Bu joydagi suv umuman tiniq oqmaydi akalar. Faqat mana shu holatda loyqa oqadi. Mana shu joyga ham glubinniy nasos qo'yib berganmiz. Nimaga? Hozirda ishlashi o'rtacha nima desam bo'lar? Zo'r, ishlashlari ham zo'r. 4 yil 5 yildan beri ishlayapti. Akamiz yog'och bilan shug'ullanadilar, yashik ishlab chiqaradilar, ko'ryapsizlarmi? Mana bu nasos o'zimizda xalqda ishlab chiqarilgan. Hop, ya'ni samodelniy listlardan svarkalab tayyorlangan nasos. Ko'rib turibsizlar. Endi bu joyda 27 amper olyapti ekan. Shunda bu 25 kilovat rasxod qilyapti. Motor quvvati 30 kilovat, 1000 оборот. Hop, yana bitta narsa. Shu joyda shu narsaga ahamiyat beringlar. Tortuvchisini 250 qilishgan, chiqaruvchisini 200 qilishgan. Buni meni ustozim Abduqahhor aka o'rnatganlar. Ko'rib turibsizlar, shu joyda qiyingarchilik bo'lsa ham, mana ko'rib turibsizlar, mana shu holatda o'rnatganlar. Suv oqimi zo'r keladi. Mana uni mono tagidan bunday chiqqanini tepaga ham emas. Havo, ya'ni bu joyga bu to'plangan yerini tepaga emas, pastga qilganlar, sababi havo to'planib turmasligi uchun va nasosni uzoq umr ishlashi uchun shu holatda qilingan. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r. Endi sizlarga buni qaysi joyga surayotganini sizlarga video davomida ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 30 kilovatli nasos bilan. Hop, elektroshitlarga keladigan bo'lsak, mana o'zimizda o'sha nima? O'zimizda terilgan elektroshitlar, yo Alloh. Bu joyga tushmaganiga ham mana kecha yomg'ir yoqqan, bugun umuman kelishmabdi. Xo'p, amperlariga keladigan bo'lsak, mana 27 amper olyapti.
Endi elektroshitlarini bemalol ochib ko'raveramiz. Chunki biz ilgari Sovet tizimida ko'rib turibsizlar, xuddi o'sha nimaga asoslangan mana. Bitta puskatildan 380 kontaktorga o'tyapti, ya'ni mononga. Kontaktordan uje mana zanglab chirib ham ketyapti. Aka bo'lmada videoni ko'rib qolsangiz, kelib shitga bitta e'tibor berib qo'yasiz, sababi u pastga massaga yetib borib qolibdi. Ertaga nimadir bo'lib, nasosga nagrizga kelishi mumkin. Xo'p. Endi o'sha holatida mana bu fazlashda bu nasosni himoya qiladi. Ko'rib turibsizlar, arg'amchisanlik o'rashni o'rniga loy bilan to'ldirib qo'yishibdi. Qoyil. Xo'p. Endi sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz 150 diametrda chiqaryapti visokopodъемный nasos, mana samodelniy nasos. Kirchatkalar parraga keladigan bo'lsak 7 talik bo'ladi. Xo'p. Podъем. Mana shuncha podъем. Ko'ryapsizlar? Mana shuncha podъемdan bu yerga bitta yonkis beriladi. Mana. Shu yonkisga suv tashlayapti. Bu yonkisdan o'sha ortiqchasi ham bor ekan. Managa tashlab qo'yilibdi. Ko'rib turibsizlar. Buni bekitganda ham bo'lar edi. Lekin yonkisdan pastga qaratib ortiqchasini turbani yorib tashlamaslik uchun tashlab qo'yishgan. O'chgan vaziyatda bu yerda mana anasiz воздушный klapanlar bor. Shuni o'rnatilayotgan paytda shu yerga bitta adapter qo'yib ketishganda ikkita flyans bilan juda ham nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Lekin qizdirib tiqib qoqib ketilgan. Mana 5 yil 6 yilda polietilen shu holatga kelgan. O'zi qop-qora polietilen edi bu ham. Bu akamizga bu o'rtacha bir 900 metrga suryapti. Ya'ni bu bachogimizdagi suvlar 900 metrga surib boryapti. Ortiqchasi borligi uchun o'rniga chiqib ketyapti. Gidrouren olinganda mana shu narsa primena tag holatidan yarimidan mana yarim holatidan yuqoridagi suv ikkala o'rtadagi holatda ushlab turibdi va amper kuchlanishini pasaytiryapti. Hop. Воздушный nimaga kerak deydigan akalarimizga mana bu yonkis pachoq bo'lib ketmasligi uchun, turbalar orqasiga qaytib ketsa, turbalar pachoq bo'lmasligi uchun va polietilen quvurlari pachoq bo'lib ketmasligi uchun bunga o'xshash воздушный klapanlar qo'yiladi. Va xullas, akalar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yinglar. Ba'zi bir joylarda xato bo'lgan bo'lishi mumkin. Nima deydi? Bekamukos narsa yo'q. Xato va kamchiliklari bo'lsa, uzr so'raymiz va sizlarga birinchi boshida ko'rsatgan sentrabejniy nasosimiz 45 kW nasos qilayotgan nasosni suv chiqarishini ham ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r. Albatta like bosib qo'ying, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat.